Bu o'zim ishlatadigan umumvalka qizlar. Barcha turdagi teriga mos keladi. Juda ham yumshoq. O'zi 25 yoshdan oshgandan keyin qattiq penkalar emas, asosan yumshoq penkalar tavsiya qilinadi. Chunki teri ancha noziklashadi. 25 yoshgacha terini barriera tuzilishi va boshqacha bo'ladi. 25 yoshdan keyin o'zgaradi. Ko'proq mana shunaqa yumshoq klinzerlar tavsiya qilinadi. Eng nozik teri egalari uchun ham mos keladi. Hattoki siz yuzingiz allergik bo'lsa ham, barrier buzilib ketgan bo'lsa ham barchasiga mos keladi. Hattoki butun tanaga ishlatish ham mumkin deb yozib qo'yilgan mana bu yerga. Keyin fragrance free, hech qanaqa hid bermaydi. Kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmagan. Non komedonik, mana eng asosiysi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu non komedonik mahsulot va hech qanaqa allergiya bermaydi. Allergiya ishni yuzilarga ham to'g'ri keladi. Yuvgandan keyin qurishish, achishish, tortishishlar bo'lmaydi degan. Agar teringizning barrieri buzilib ketgan bo'lsa ham mos keladi. Tarkibida glitserin, vitamin B3 va provitamin B5 bor, pantenol bor tarkibida qizlar. Zo'r umumvalka ishlatib ko'ringlar. O'zbekistonda bor yo'g'i bir dona xodinali ichida qolgan. Ko'p yuboraman, tez tugab qoladi. Oxirgisi qoldi.